Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlarmi? Yaxshilab oldinglarmi? Mana bugun 2026-yil iyun oyining oxirgi bozorlardan Andijon avtomobil bozoridamiz. Bozorlar qizigandan qiziyapti. Har dolar ham mana serob. Kim nima desa deyaveradi. Radiosimiz yonida xonimlar bor. Mashina olaman degan odam serob. Sotaman degan kamayib qoldi lekin. Mazasizda qoladi. Mana o'zimizda 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz 3-pozitsiyasi. Uchta joyda kichik petnovchasi bor. Bitta Kirilloda, mana bitta Kirillosda kraskasi bor. 2014 225 yurgan holati juda ham go'zal holatda, motor korobka, hadovoylari hamma huzur. Mana Nexia 3 ta diskalari qo'yilgan. Pultlari ham yaxshidan qo'yilgan. Hozir ichki holatlarini ham ko'rsataman. Mana ichki holatlari ham. Rullar qo'yilgan. Chexollari yangi, polilar mana yaxshi holat, juda ham go'zal holatda. Mana patologiyalari ham. Ertaga indingi demasdan bugun do'stida Juda ham mashina tekshirtirib, akkurat, chiroyli minilgan mashina. Ogoh bo'laylik, odamlar. Qalampir stoplar bir paytlarcha moda bo'lardi. Qalampir stop qilib qo'yib olibdi mashinasiga deb. Mana hozir endi oddiy stopdan ham arzon u qalampir stoplar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5200 dan ozgina o'tib beramiz. Balonlari ham juda ham chiroyli holatda. Endi Nexia 3imiz bor mana bitta. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 103 000 kilometr yurgan. Polni kurgovoy shumka bo'lgan, pultlari yaxshisidan, ichki holatlari ham juda ham go'zal holatda, kraskalari top toza. Tonirovkaga yana 5-6 oylik ruxsatlari bor. Mana ichlari, mana tomlari ham mana juda bir kelishtirib, chiroyli qilib minib yurgan o'zimga qarashli insonlar, o'zimiz akamizning nomidan. Motor, korobka, hadovoy, Spark ham bunda ham juda go'zal holatda. Buni narxi 8200 dan ozgina o'tib beramiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu mashinalar 90li 217 30 77 93lik 577 76 79 ga murojaat qilaverasizlar. Mashinalarimiz Andijon viloyati Sharxon tumanining mashinalari. O'zimiz tirikchilikdamiz, endi bilasizlar, bizga tirikchilik, xudo xolasa. Uzoq boshqa davlatlarda ishlab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, misol uchun, aka mashinangiz menga yo'qdi aka, dokumentlarni qilib uyimga olib borasiz, pulingizni sanab olasiz desa, dokumentlarni qilib chiroyli qilib uyingizga olib borib beramiz. Keyin uyingizdan pul sanash beraveradi. Damas arendaga beriladi. Bozorda hozir yana bo'layotgan savdolardan bittasini ko'rsatib beraman. Mana shu Gentramiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, avtomat korobka, kraskasi. Aka, nima to'xtang aka? Nima oldi? Oxir nech pul berdingiz? Oldingizmi o'zi nech pulga oldingiz? 74,5. 7450 ga mana. Orqa kapotda Kirillosda kraskasi bor-da. Yurgani qancha ekan? 164,000. 164,000. Qaranglar aziz vatandoshlar, 2019-yil avtomat korobka 164,000 yurgan xolos. Orqada ikkita detalli kraskasi bor, gazlari ham bor. Gaz bor, hamma. 7450 dollar. Mana maza qilib mashina oladigan zamonlar keldi. Bir paytlar u Qirg'izistondan ekan, bu yoqda mana ekan, arzon ekan. Mana hammasidan ham o'zimizda arzon bo'lib ketdi, xudo xolasa. Maza qilib mashina minadigan zamonlar ham keldi. Holat mana shu Gentra. Endi mana bu Nexia 2, bular narxlari ancha tushib ketdi. BYD chozor, BYD Yuana. BYD 2. Mana BYD Yuana hibrid. Rastroshka asosida. Nexia 2 kelyapti, nima qilishdi? Sochdimi, olishdimi aka? 30 yoki 50% to'lov qilasiz oldinda. Qolgan puli nima oldi? Sotdinglarmi? Nech pulga? Ha? Necha yili? 14 yil, tozamidi? Qay yurganichi? 106. 16 lyuks konditsioner mana. Eshitdinglar narxini ham mana. 14-yil. Juda go'zal.
4000 qancha dedingiz? Hamda oson. 4000 do'ziga, 4000 do'ziga baraka yo'q. 2 oy nasiyasi ham bor ana. Hozirgi gapimiz isbot mana. Nesikilar narxlari tushib qoldi dedim-ku. 2014 1.6 lyuks kondisioner, bitta kilosida petnosi bor. 246.000 dedimi? Qanchada yurgan dedi? 4000 dollarga sotibdi. Narx chiqarib olaverasizlar aziz vatandoshlar.